BYD Rohat dilerlik markazida BYD Astana Motors rasmiy dileri tomonidan 7 o'rindiqli gibridli crossover Atto 8 mini taqdimoti bo'lib o'tdi. Tadbir davomida yangi model haqida barcha muhim ma'lumotlar, jumladan texnik xususiyatlari, avtomobil rejimlari va asosiy afzalliklari taqdim etildi. BYD Atto 8 gibridli avtomobil. Kapot ostida 1,5 litrli benzin dvigateli va elektromotorlar joylashgan bo'lib, ularning umumiy quvvati 310 ot kuchini tashkil etadi. Maksimal tezligi 200 km/soatgacha. To'liq zaryad va to'liq bak bilan gibrid rejimdagi yurish masofasi esa 1016 km gacha yetadi. 3 qator o'rindiqlar, keng salon va zamonaviy texnologiyalar Atto 8 ni oila va uzoq safarlar uchun a'lo tanlovga aylantiradi. Taqdimotda BYD elektromobillari shunchaki zalda turmadi. Bu yerda V12 funksiyasi namoyish etildi. Ya'ni avtomobil elektr energiyasidan maishiy maqsadlarda foydalanish mumkin. Masalan, BYD Silan 7 dan mehmonlar uchun issiq choy va somsalar tayyorlandi. BYD Song Plus esa Yangi yil archasini yoritdi. Bu V12 texnologiyaning real hayotdagi imkoniyatlaridir. BYD Rohat dilerlik markazida turgan avtomobillar brend texnologiyalari faqat nazariyada emas, balkim kundalik hayotda ham ishlashini ko'rsatmoqda. Agar siz Atto 8, Silan 7 yoki BYD brendining boshqa modellari bilan qiziqsangiz va BYD Astana Motors oilasining bir qismi bo'lishni istasangiz, barcha kerakli ma'lumotlar ekranda chiqadi. Keyingi videoda ko'rishguncha, xayr.